Assalomu alaykum quyosh qog'ozlari. Flander brend fermasiga navbatdagi qafasimiz kecha yetib keldi. Ko'rdinglar, tomoshaga tashladik va qafasga yangi quyoqlarni joylab qo'ydim. Euro Kaliforniya Sagamon bratdan kelgan Gavanna Akras samka. Bollari shaxtyor mana, xudo xolisa. Alloh xayrli qilsin. Burgundir samkamiz. Bo'g'oz 7 oylik. Inshaalloh bu ham tug'ish kerak. Joylarini qilib qo'ydik. Rex Otter Belastivoy. Duxovoq yonimiz. Hali maladoy. Navbatdagi qafasimiz yetib keldi. Farq 331 akamizdan payilkalar zakaz qilib ilib qo'ydik. Qafasimiz mana qisqacha obzor. Bu qafasni Kroll brend Uz profil egasi Botir aka yasab berdi kecha. Yevrokrolga ham qo'yildi, ko'rdinglar. Mana bu qafasni ham olganimda obzor qildim. Doimgidek bosh homiy Royal Fit. Hayotning yorqin tarafida bo'ling. Olasangiz qorong'u tarafida bo'ling, lekin Royal Fitdan chetlashmang. Premium mana. Mana buni ichi Royal Fit qopiga to'la. Bir 500 ta qop bo'lsa kerak. Qolgan qafaslarimiz Flanderlar bu yoqda. Bu Sardor aka Oquy yasab bergan qafas, Flander samkalarga. Bu Botir aka Kroll brend Uz yasab bergan qafas. Baho berasizlar. Buni razmeri 1.20, har bir qafas 55 dan, umumiy balandligi 2 metr, eniga 60. Burgund kalifligi zo'r. Maladoy Flanderlarni ham solib qo'ysa bo'ladi.